Farg'ona Marg'ilonlik katta bolalarga Renkarni injig'ini topib qo'ydim. Mashinalar vobshe yangi mashinalar ekan. Ko'rib turgan trekkerlarning bir kuniga atiga 800 ming so'm ekan, Gentralar 400 ming so'mdan, 10xlar 600 ming so'mdan. Akalar ulgurib qolinglar. Xudo xolasa mana bugun videoda joylayapmiz. Bugundan 7 kun aksiyaga tushirishibdi. Bittagina pasportlaring bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa mashinalarimiz hammasi yangi. Bitta pravalaringni olib kelasizlar, 8-marta sevgillaringni aylantirsalaring bo'ladi. Adreslari Kirgili mostdan tushishlaringga o'ng qo'lda Anvar Qossobov ko'chasining boshida bemalol profillarni ham ulaymiz. Yangiliklar qo'yib borishadi, aloqalarga chiqinglar, xudo xolasa vashshe bomba narxlarda. Marg'iloncha obzor kanalidan ko'rdim desalaring, yana sizlarga bonuslar qilib berishadi. Xudo xolasa olib ishlaringni bitkisalaring bo'ladi. Har xil o'rtoqlaringda mashinani berib tur degandan ko'ra, akalarimizga aloqalarga chiqib, yangi trekker 10x Gentralarni olib minsalaring bo'ladi. Bemalol aloqalarga chiqaveringlar, aksiyaga tushgan narxlar.